قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 6-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun hadihi. Endi biz birinchi darsimizda hadan o'rgandik. Ya'ni erlik yaqindagi birlik shakldagi narsalarni ko'rsatish uchun ishlatiladi deb o'rgandik. Endi biz bugun hadihini o'rganamiz. Endi meyli hada olsun, meyli bugün öğrenmekçi olan hadihi olsun, bula esmaul işarağı tava buludu. Yani körüstüş isimleri buludu. Endi biz körüstüş isimlerini mundaq çoğun cihetten ikiye ayırıp düşünümüz. Körüstüş isimleri yani esmaul işara erlik, muzekker, ayallık yani muannes deb çoğun iki türlü bulunudu. Erlik tava boğan körüstüş isimleri bilen ayallarını körsetsek bulmaydı. Ayallıqqa təvə bolğan körüstüş isimlərini ərlərini göstərsək bulmaydı. Çoxum ərlik bilan ərləni, ayallıq bilan ayallarını körüstüş kerak. Özüge mas qılğan halət işlətişimiz kerak. Endi ərlikka təvə bolğan körüstüş almış qaysı degəndə biz birinci dərsdə oxuğunumuzda hadan oxuduq. Yəni yaqindagi, ko'z oldimizdagi ərlik, birlik şəkildəki nərsələrini körüstüməyiz yoki ərlərini körüstüməyiz deb. Onundan keyin biz zalikani öyrəndik. Endi yiroqdagi erlik birlik şekildeki sözlerini körüstüş için işletmemiz. Yani avu deb. Hem de biz bugünkü dersimizde yakındaki ayallık birlik şekildeki sözlerini körüstüş için işletildiğin hadihini öğrenimiz. Hadihi bu yakındaki göz aldığımızdaki ayalla ve ayallık şekildeki sözlerini körüstüş için qanday işletildi. Bu oxşaşlar bu degan gap. Hadamuchu bu degan gap. Lekin hada bilan erlarni ko'stimiz, hadihi bilan ayallarını köstümüz. Hem de adamlarda bunun da erlik ayallıqını ayırmak asan. Mesela Muhammed desek bu er kişi. Bunu göstermekçi olsak hadani işletimiz. Fatime bu ayal kişi. Bunu göstermekçi olsak hadihini işletikemiz. Bu düşünüşlük. Onda olsa neresi kereklerdi şu? Neresi kereklerini kandak ayırıyımız? Bunu qayısını muzekker yani erlik, qayısını muannes yani ayallık deb ayırıyımız degende bunu Arap tilda ta'ud ta'nif deb bir gap bor. Ta'ud ta'nif deganimiz ayollikning ta'si. Ya'ni ayollikning ta'si orqali ayiramiz. Ayollikning ta'si kelgan ismlarni biz, neresi kerakli ismlarni biz ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Ayollarning ta'si kelmagan ismlarni biz erlik bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, kitobun desak, bunun da ayollikning ta'si yo'q. Ya'ni ayollikning ta'si deganimiz kichik ta. Qalamun. Bunun da ayollıqның təsi yox. Onda olsa kitab, qalam degan bu sözdə erlikmikan, ayollıqmikan? Muzakkar, ayolluq, erlikkan. Endi sayyaratun, saatun, mashina, saat degan bu ikki söz qarasaq, bunun axırında ayolluqның təsi bar ekan. Ta'ud ta'nif, ya'ni kichik ta bar ekan. Mushu sayyaratun, saatining oxiridagi kichik ta ayolluqның təsi bo'ladi. Demak, mushundaq ta kelgan ismlarni biz nima deymiz? Muannas, ayolluq shakldagi ismlar deymiz. Bundaq muannas ismlarni biz ko'rsatmoqchi bo'lgan vaqtimizda agar yaqinda bo'lib qolsa, bir tal bo'lib qolsa, hadihi bilan ko'rsatamiz. Bu degan bo'ladi. Demak, neresi keraklarni biz ta'ud ta'nif ayollikning ta'si bilan ayiramiz. Endi arab tilida ba'zi ismlarning oxiriga mush ayollikning ta'sini qush orqali ayollik o'zgartirib bo'ladi. Erlik ismlarning oxiriga ta'ud ta'nis kichik ta'ni qush orqali ayollik o'zgartirib bo'ladi. Masalan, talibun desek o'quvchi degan gap. O'g'il o'quvchini ko'rsatadi. Buning oxiriga ta'ud ta'nis ayollikning ta'sini qo'shsak, talibatun bo'ladi. Muslimun, musulmon er degan bo'ladi. Endi buning oxiriga ta'ud ta'nis ayollikning ta'si bo'lgan kichik ta'ni qo'ysak, muslimatun, musulmon qiz, musulmon ayol degan bo'ladi. Uningdan keyin arab tilida odam badanidagi jub a'zolarga ayollik bo'yicha muomala qiladi. Meli a'zolarninki keyindak ayollikning ta'si kasun, kamsun, odam badanidagi jub a'zolarga ism bo'lib kelgan so'zlarni biz ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, aynun ko'z, bu jub. Uzunun quloq, bu jub. Rijlun put, bu jub. Demak, bu aynun, uzunun, rijlun degan bu so'zlarni biz arab tilida ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Ko'rsatmoqchi bo'lsak, hadihini ishlatamiz. Hadan ishlasak xato bo'ladi.
qoida shuki, odam badanidagi jub a'zolarga ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Uningdan keyin arab tilida bir qancha ismlar bor. Buning oxirida ayollikning ta'simi yo'q. Bu jonsiz shaylarning ismi, ayollikning ta'simi yo'q. Yoki odam badanidagi jub a'zoning ismi emas. Demak, yuqorida biz so'zlagan qoidaga tushmagan ahvol ostida bir-birlik ismlar keladi. Buningga arablar ayollik bo'yicha muomala qilgan, bizmi ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Garchi qoidaga tushmasimi? Bu nayt az. Masalan, uning qatoridan shamsu, kun. Arablar ash-shamsu degan bu so'zga ayollik bo'yicha muomala qiladi. Garchi buning oxirida ayollikning ta'siri bo'lmasimi? Qidrun, qozon. Bumi oxirida ayollikning ta'siri yo'q bo'lgan so'z. Bu qozon degan, qidrun degan bu so'zga arablarmi ayollik bo'yicha muomala qilgan. Buni ko'rsatmoqchi bo'lsaqmi, hadihi qidrun deymiz. Hadihi shamsu deganga o'xshash. Demak, bugungi darsimizdagi asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun shu. Endi biz darslarimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu sadisu. 6-dars. Oldidan biz yangi so'zliklarni o'qitaylik. El-kelimatul jadida yangi so'zlar. El-mikwatu dazmal. Ad-darrajatu velosiped. El-mil'aqatu qushuq. Qushqa tomoq yeydigan qushuq. El-qidru qozon. El-baqaratu kala. El-fallahu dehqon. El-anfu burun. El-famu ig'iz. El-udhunu quloq. El-yadu qo'l. El-rijlu put. El-shayu çay. El-ummu ana. El-thallajatu to'nglatqu. El-qahvetu qahva. Sari'un tiz. El-nafizatu derize. Derize havadan. Cidden bek intayin degan gap. Bugungi darsimizdagi yangi so'zliklar shu ekan. Unda bo'lsa biz tekstni o'qiymiz. Tekstni o'qigan vaqtimizda hada qanday qismlarni ko'rsatish uchun ishlatilindi, hadihi qanday qismlarni ko'rsatish uchun ishlatilindi, bunga diqqat qilasizlar. Ya'ni erlarni ko'rsatish uchun ishlatilindimi yoki ayollarni ko'rsatish uchun ishlatilindimi, bunga diqqat qilasizlar. Hadihi bugungi darsdagi asosli mazmun hadihi. Hada ibn Hamidin va hadihi bintu Yasirin. Bu Hamidning o'g'li va bu Yasirning qizi. Qaranglar, Yasirning qiziga hadihi deb ko'rsatdi. Hamidning o'g'liga erkak kishi bo'lganligi uchun hada bilan ko'rsatdi. İbn Hamidin jalisun va bintu Yasirin vaqifatun. Hamidning o'g'li o'ltirg'uchi, Yasirning qizi o'tirg'uchi. Jalisun o'ltirg'uchi degan bu erlik shaklda keldi. Ya'ni oxirga ta qo'shilmay keldi. Chunki ibnun bo'lg'achqa. Vaqifatun deb bu o'tirg'uchi. Kim o'tirg'uchi? Bintun. Demak, bu bintunga qaratilgan so'z bo'lg'achqa, bintun ayollik bo'lg'achqa, bu so'zning oxiriga ayollikning ta'si qo'shilib keldi. Shuning emas holatda. Man hadihi bu kim? Hadihi uxtul muhandisi. Bu injenerning qiz qarindoshi. Ahiya aydan muhandisatun. Umu ham injenermo. Qaranglar, muhandis bo'lsa er kishi. Muhandisatun deb muhandis degan so'zning oxiriga ayollikning ta'sini qo'shsak, ayol injenermo degan bo'ladi. Bu ham injenermo? La hiya tabibatun. Yo'q, u doktor. Demak, tabibatun. Bu yerdagi ta qo'shilishi bilan tabibun degan er doktorning oxiriga ta va ta'nis qo'shilishi bilan ayol doktori deganni bildiradi. Sayyaratu man hadihi, bu kimning mashinasi? Hadihi sayyaratul mudiri. Bu mudirning mashinasi. Bu yerda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa sayyara bo'lg'achqa oxirida ayollikninki alomati, ya'ni ta'si bo'lgan so'z bo'lg'achqa biz buningga ayollik bo'yicha muomala qilib hadihi bilan ko'rsatdik. Ma hadihi bu nima? Hadihi mikwatun, bu dazmal. Liman hadihi, bu kimning? Hadihi li Xolidin, bu Xolidning. Bu yerdagi lam ning degan igidrachlikni bildiradigan lam. Xolidning.
Adarracatu Enes'in hadihi bu Enes'nin velosipedimi. La hadihi darracatu Ammar'in. Yak bu Ammar'ın velosipedi. Hadihi cedidetun. Bu yeni. Kan darracatu mu cansız nereskreklarninki ismi darraca. Ahirda ayollikning ta'siri bo'lg'achqa biz bunga ayollik shaklda muomala qilib hadihi deb ko'rsatdik. Ve darracatu Enes'in kadime. Enes'nin velosipedi kona. Hadihi saatu Ali'in. Bu Ali'nin saati. Hiye cemiletun cidden. O pek çıraylık. Hadihi mil'aqatun ve hadihi qidrun. Bu kuşuk ve bu qazan. Mil'aqatunun ahirida ayollikning ta'siri bo'lganligi uchun ayollik bo'yicha muomala qildik. Qidrun ayollikning ta'siri bo'lmasa-mu, arablar ayollik shaklda muomala qilg'achqa biz mu arablardek ayollik bo'yicha muomala qildik. Al mil'aqatu fil qidri. Halaqa quşuk qazanda. Hadihi baqaratul fallahi. Bu dehqonning kalisi. Hada anfun ve hada famun. Bu burun ve bu ig'iz. Hammasi taq aza bo'lg'achqa bunga aylik shaklda muomala qildik. Shundaqla ham oxirida ta'mi yo'q. Hadihi uzunun ve hadihi aynun. Bu quloq ve bu ko'z. Demak, buning oxirida garchi ayollikning ta'siri bo'lmasa-mu, badandagi jub azalar bo'lg'achqa bunga ayollik bo'yicha muomala qildik. Biz darsning 5 so'zlagan qoida bo'yicha. Hadihi yadun ve hadihi rijlun. Bu pot ve bu qo'l. Demak, bu mu badandagi jub a'zo bo'lg'achqa bunga mu ayollik shaklda muomala qildik. Bo'lsa bugungi darsimizning teksti mush yerda qilishdi. Tekstni yodlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi iqro vaktub. O'qib yozing. Iqro degan o'qing, va degan gap uktubcho yozing. Bu hamzatul vaslning oldiga va kelganligi uchun ikkisini qo'shib o'qib o'tamiz. Vaktub bo'ladi. O'qib yozing deb tarjima qilamiz. Hada masjidun va hadihi madrasatun. Bu masjid va bu maktab. Masjid erlik shakldagi ism bo'lg'achqa hada bilan ko'rsatildi. Madrasa oxirida ayollikning ta'siri ayollik shakldagi ism bo'lg'achqa buningga hadihi ishlatildi. Man hadihi bu kim? Hadihi uxtu Abbasin. Bu Abbasning qiz qarindoshi. Hada dikun va hadihi dajaja. Bu xo'roz va bu to'xu. Dajaja degan to'xu. Makyan. Dikjo xo'roz. Yana kirib dajaja to'xuning umumiy atalg'usi qo'mag'idi. Xo'roz bo'lsin, makyan bo'lsin. Lekin bunun oxirida yana ayollikning ta'siri bo'lg'achqa biz ayollik shaklda muomala qilamiz. Hada ibnul mudiri va hadihi bintul mudarris. Bu mudirning o'g'li va bu mudirning qizi. Mudirning o'g'liga hada bilan, mudarrisninki qiziga hadihi bilan ko'rsatdik. Qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. Bu sizlarga daftaringlarga arabchasini yozib, uningga uyg'urcha tarjimasini billa tarjima qilib yozadigan topshiriq. Ko'nikmalar. Ma hada va ma hadihi. Endi yuqorida bizga bir qancha suratlarni berdi. Bu suratlarning ichida erlik shakldagi so'zlar bor va ayollik shakldagi so'zlar bor. Bu suratlarning ismlarining ichida erlik shakldagi ismlar bor, ayollik shakldagi ismlar bor. Erlik shaklda bo'lib qolsa, biz mahadani ishlatib so'raymiz. Ayollik shaklda bo'lib qolsa, mahadihini ishlatib so'raymiz. Masalan, bunga ulg'ulashtirma bir qancha ishlab beraman. 5 ning borgan uy bor ekan. Uy erlik shakldami, ayollik shakldami? Baytun. Buning oxirida ayollikning ta'siri yo'q. Kichikda yo'q buning oxirisida. Unda bo'lsa deymiz, erlik shaklda bo'yicha muomala qilamiz. Ma hada bu nima deb ko'rsatamiz, so'raymiz. Kitobni-chu? Albatta kitob erlik shaklda bo'lg'achqa ma hada deb so'raymiz. Endi masjidun. Ma hada deymiz, masjidni ko'rsatib turib. Chunki bu masjidning oxirida ayollikning ta'siri yo'q, erlik kitobalik hisoblanadi. Endi ikkini deydik, babun. Babun degan so'zning oxirida ayollikning ta'siri yo'q. Unda bo'lsa babunni ko'rsatmoqchi bo'lsak deymiz, hada. Unda bo'lsa ma'no kelsak, ma hada deb so'raymiz. Demak biz so'moqchi bo'lgan, ko'rsatib turib so'moqchi bo'lgan narsa erlik bo'lsa, erlik shaklda hadani ekilamiz. Agar biz ko'rsatib turib so'moqchi bo'lgan narsa ayollik shakldagi ism bo'lib qolsa, ayollik shakldagi hadihini ekilamiz. Masalan, endi biz qo'shiqni so'rayli, nima deb so'raymiz? Al mil'aqatu.
Axırda ayolliqning ta'si bor. Unda bo'lsa bu ayolliq tava ism ekan. Unda bo'lsa bunga hadihi bilan so'raymiz. Ma hadihi qalamni-chu ma hada deymiz. Chunki bu erlik shakldagi ism. Endi yad qo'l ekan. Qo'lni nima deb so'raymiz? Ma hada deb so'ramdik yoki ma hadihi deb so'ramdik? Albatta ma hadihi ayolliq shaklda so'raymiz. Chunki qo'l degan badandagi jub a'zo bo'lg'achqa buni ayolliq shaklda so'raymiz. Mikva dazmal. Mikvatun oxiridan ba ayolliqning ta'si bor. Unda bo'lsa ma hadihi. Miftah ochqich. Buni so'rmoqchi bo'lsak qanday so'raymiz? Ma hada deb so'raymiz. Chunki miftahning oxirida ayolliqning ta'si yo'q. Undan keyin qamis. Darraja ayolliqning ta'si bor. Famun ig'iz. Qidrun qozon. Aynun ko'z. Kursiyun o'rindiq. Rijlun pot. Fallaja oxir ayolliqning ta'si bor. To'nglatqu. Najmun yulduz. Saatun ayolliqning ta'si bor. Sayyaratun. Demak, endi tuanda ishlanmaganlar sizlarga topshiriq. Ayolliq shaklda bo'lsa, ayolliq shaklda hadini akib deb so'raymiz. Erlik shaklda bo'lib qolsa, hadani akib deb so'raymiz. Bu sizlarga topshiriq. Uchinchisi iqro'il misal va kawwin jumalan ala ghirarihi. Misolni o'qing va shu bo'yicha jumla tuzang deydi. Endi bizga misolga bir jumla berdi. Muhammad talibun. Muhammad o'quvchi. Muhammad el. Shundaqo. Endi buni keladigan xabar qanday shaklda kelish kerak? Erlik shaklda kelish kerak. Talibun. Endi biz bu yerni ayolliq o'zgartimiz. Unda bo'lsa Muhammad nimaga o'zgartimiz? Amina. Amina o'quvchi demoqchi bo'lsak, Amina talibun desak xato bo'ladi. Chunki bu talibun erlik shaklda. Amina degan ayol kishi. Buning mas holatda talibunning oxiriga ayolliqning ta'sini, ya'ni ta'ud ta'nifni qo'shib bo'lgandan keyin uni degan akalamiz. Nima deymiz? Aminatu talibatun. Amina o'quvchi deb. Mushuning o'xshash o'zgartimiz. Hamidun tabibun. Hamid doktor. Endi Fatima doktor demoqchi bo'lsak nima deymiz? Yuqori qismlarning oxiriga hammasiga ta'ni qo'shib ayolliq o'zgartib uni degan akalamiz. Masalan, Fatimatu tabibatun. Huwa muslimun. Endi hiya, huwani biz erlik shakldagi kishilik almash. Ya'ni erlarni birlik shakldagi erlarni ko'rsatamiz degan. Hiya-chu ayolliq. U degan gap ayol u. Hiya muslimatun deymiz. Muslimning oxiriga nima qilamiz? Ta'ni qilamiz. Albabu mughlaqun. Eshik taqoq. Endi albab erlik shakldagi ism bo'lg'achqa mughlaqun deb ta'siz keldi. Ya'ni ayolliqning ta'siz keldi. An-nafida. Deriza taqoq demoqchi bo'lsak nima deymiz? Bu an-nafidaning oxirida ayolliqning ta'si bo'lg'achqa buning keldigan xabarmi ayolliq shaklda kelishi kerak. Biz an-nafidatu mughlaqatun deb mughlaqunning oxiriga ta'ud ta'nisni qo'shib akalamiz. An-nafidatu mughlaqatun bo'ladi. Demak, mushu bo'yicha o'zgartishlar. Yuqoridagi xabarlarning oxiriga ta'ud ta'nisni qo'shib bo'lgandan keyin akilislar. Chunki bu yerdagi iga mubtada deymiz biz. Iga jumlaning igasi hammasi qanday bu yerda ayolliq. Xabar degan igiga mas holatda kelish kerak. Erlik bo'lsa erlik, ayolliq bo'lsa ayolliq. Al-mindilu wasihun lungumaynat. Endi al-yadu wasixhatun deymiz. Wasihunning oxirini nima qo'yamiz? Ta'ni qo'shamiz. Shay harun, choy qiziq. Al-qahvatu harratun. Qahva qiziq. Shuning o'xshash. Masjid yiroq. Endi maktab yiroq desak bo'ladi. O'quvchi kasal, qiz o'quvchi kasal. Ot tez, mashina tez. Oy chiroyli, kun chiroyli. Oy degan erlik shaklda. Kunchu ayolliq shaklda. Dada o'ltiruqliq, ana o'ltiruqliq. Endi jalisun erlik shaklda, ayolliq shaklda jalisun kelamiz anaga. Qolgan o'zinglar ishlaysizlar. To'rtinchisi tuandagi jumlani to'g'rilang deydi. Ya'ni tuandagi jumla xato. Buni to'g'rilaysizlar. Haqibatu man hada bu kimning so'mkisi deydi. Bu jumladagi xatolik qayerda? Qarab baqadigan bo'lsak, bu kimning so'mkisi debdi. Bu yerda so'mkini ko'rsatibdi. Nima bilan ko'rsatibdi? Hada bilan. Qarasak haqibatu deb oxirida ayolliqning ta'si bor ekan. Unda bo'lsa bu ayolliq shakldagi ism ekan. Buningga hada bilan emas, hadihi bilan ko'rsatish kerak. Nima deymiz? Haqibatu man hadihi deymiz. Bu kimning so'mkisi? Buningdagi xatolik hada erlik shaklda ishlatilishi. Ikkinchisi al-ghurfatu maftuhun deydi. Yataq uchuq deydi. Endi bu yerda maftuhun degan bu xabar, yataq uchuq degan bu xabar
al-g'urfatu degan bu ega ayollik shaklda. Yani al-g'urfatuning oxiridan ba ta bor. Xabarning oxirida ta yo'q. Xatolik mana shu yerda. Unda bo'lsa al-g'urfatu maftuhatun deb maftuhaning oxiri qanday qilamiz? Ta bilan qilamiz. Qolgan o'zinglar ishlab boqinglar. Hada sayyaratu tabibi deydi. To'g'rimi xato? Nədək xatolik bor? Sayyara ayollikmi, erlikmi? Buni qanday ko'rsatilibdi? Erlik bo'yichami, ayollik bo'yichami? Buni arab boqinglar. To'rtinchisi hadihi miftahus sayyara. Bu mashinaning ochqichi. Bu yerda ko'rsatgani mashina emas, mashinaning ochqichi. Ochqich degan so'z erlikmi, ayollikmi? Buning qanday ko'rsatilibdi? Erlikmi, ayollikmi? Xatolik neda? Beshinchisi ayna sayyara, mashina qayerda? Huwa deydi. O yo'lda deydi. Huwa debdi, to'g'rimi xato? U deganning maqsadi nima maqsad bu yerda? Mashina. Mashina ayollikmi, erlikmi? Ayollik. Bu yerda huwa deb ko'rsatgan almashchu ayollikmi, erlikmi? Buni o'zinglar topinglar. Bundagi xatolik neda? Oltinchisi iqro vaktub ma'a dabti awakhiril kalimat. So'zlarning oxirlarini bekitish bilan o'qib yozing deydi. Hada li Muhammadin va zalika li Hamidin. Bu Muhammadning va o Hamidning. Liman hadihi bu kimning? Hadihi li Yasir. Bu Yasirning. Alhamdu lillahi. Lillahil mashriqu vel maghribu. Allohga hamd bo'lsin. Mashriq va mag'rib Allohning deydi. Endi bu mashriqni sizlardan talab qilinadiganini odatda biz so'zlagan alif lam kirgan ismlarni qanday qilmaymiz? Qo'sh o'qimaymiz. Alhamdu lillahi shundaqo. Lillahil mashriqu vel mag'rib. Mashriqni taq o'qidik. Ammo bu lamut tamlik deymiz bu yerda. Ig'dirachlikni bildiradigan lam. Ya'ni ning, bizning Hamid ning dedik-ku. Bu lam kirsa buni tanin o'qiveramiz. Shundaqla bu muhimi shuki, bu zir qiluvchi harflarning qatoridan. Ya'ni har qanday ismning oldiga bu ig'dirachlikning lami kirsa, shu ismning oxirida o'qiladi, zir o'qiladi. Shunga li Muhammadin, li Hamidin, li Yasirin deymiz. Shunga lillahi deymiz. Allohning deb Allohga ig'dirachlik ma'nosini beramiz. Demak, bu yerdan sizlarga o'rgatmoqchi bo'lganim lamut tamlik ig'dirachlikning lami. Shundaqla bu ig'dirachlikning lami ning degan ma'nosini bildiradi. Shundaqla shu kirgan so'zning oxirida qanday qiladi? Zir qiladi. Bu zir qiluvchi harflarning qatoridan. Unda bo'lsa bugungi darsimiz mushahada qilishdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.